Shodiyonani middle level bo'yicha intervyu qilamiz. Mani ismim Madina. Так, QA sohasida bir 4 yildan ortiq ishlab kelyapman. Hozirda Donuts kompaniyasida QA injener bo'lib ishlayman. 3 yildan ortiq уже. Shodiyona, ozgina o'zingiz haqingizda ham gapirib bering. Ismim Shodiyona. Men QA sohasida 1 yildan beri ishlayman. Hozirgi pozitsiyam Trustbankda strong junior QA. Bu sohaga 2024-yil o'rganishni boshlaganman. 2023-yil kirib kelganman. Birinchi ish joyim bo'lgan. Hozir shu o'zimni darajamni bilish, qanaqadir nima oshirish emas, mansabni oshirish emas, faqat o'zimni oddiy darajamni bilish uchun intervyuga rozi bo'ldim. Da, zo'r. O'ylayman, bu intervyu sizga ham, menga ham, o'zimga ham, boshqa QA sohasiga kirib kelmoqchi bo'lgan qizlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xohlasa. Okey, bo'lmasa sekin boshlayveramiz. Xo'p, Shodiyona, siz bug life cycle'ni tasvirlab bera olasizmi? Bug life cycle tasvirlab bera olaman. Bug o'zi bug life cycle, bug topilganda biz qo'llaymiz testerlar. Bugni topgandan keyin uni statusi open bo'ladi. Biz unga bug report yozamiz. Uni assign qilamiz programmistlarga backenddan yoki frontdan yoki mobilchilikdan ularni assign qilamiz. Umuman olganda bug topilganda biz unga 3 ta savol berishimiz kerak bo'ladi. Bug invalid, u bugmi yoki featuremi? O'shani bilishimiz kerak bo'ladi. Keyin in scope, mana shu sprintdami? Agar shu sprintda bo'lsa davom etadi, agar keyingi sprintdan bo'lsa keyingi sprintga o'tamiz. Keyin bu kopiyasi bormi? Avval bu bug ochilganmi? Agar ochilmagan bo'lsa, davom etadi. Ochilgan bo'lsa, o'sha bugni nima qilamiz? Keyin assign qildik. Assign qilgandan keyin programmist uni fix qiladi. Fix qilgandan keyin bizga testga topshiradi. Testga topshirgandan keyin biz uni tekshiramiz. Agar yaxshi success o'tgan bo'lsa, o'tkazib yuboramiz. Done bo'ladi. Agar u fix bo'lmagan bo'lsa, buni qaytaramiz. Bugni yana statusga qaytarib qo'yamiz. Yana shu cycle almashanadi. Keyin agar o'sha bug bizga test fix qilinib keladigan bo'lsa, biz uni retest qilamiz va yopamiz close qilib. Okey, yaxshi. Bug severity bilan bug priority'ni farqini bilasizmi? Bug severity bu funksionallikka ta'siri. Bug severity o'sha funksiya ishlamay qolishligi yoki qanchalik darajada ta'sir qilishligi. Priority bu qanchalik vaqtda tuzatish kerakligini bildiradi. Qanchalik tez tuzatish kerak yoki masalan juda muhim bo'lmasa keyinroq tuzatsak ham yoki keyingi skopga olib qo'ysak ham bo'ladigan daraja. Misol keltirib bera olasizmi? Masalan, hozir aytaman. High severity va low priority bugga qanaqadir misol bera olasizmi? Hozirgi ishlatgan proyektimdan misol keltirib beraman. Trustbay'da o'zi umuman bugda hamma nimasiga misol keltirib berishim kerak edi o'zi. Hozirgi siz aytgan misol keltirsam, severity high, nimasi priority low. Bu bizda budjetga to'lov degan funksiyamiz bor. Budjetga to'lov ishlamay qolganda bu severity high bo'ladi, priority low bo'ladi. Chunki funksionalligi yuqori, priority lekin juda muhim emas. Buni userlar hali ko'p ishlatmaydi-da. Keyingi skopda tuzatsak ham bo'ladigan holat. Yaxshi. Zo'r. Test piramidasi tushunchasi bormi? Bilasizmi? Tasvirlab bera olasizmi? Test piramidasi bu o'sha testni turlari, test turlarini qanchalik darajalarida. Birinchisi unit testingdan boshlaymiz. Unit testing bu
o'sha dasturchi tomonidan yozilgan bo'lib, o'zining test kodlarini test qilib chiqadigan kodning bir qismi hisoblanadigan test. Keyin integration testing. Boshqa ilovalar bilan bog'langanligini tekshiradi. Integration testing. Keyin end-to-end testing. Bu o'sha tizimni boshdan oxirigacha test qiladi. Oxirgisi UI testing. Bu o'sha dizaynlari, ranglari, shriftlari, tili. Okey, zo'r. Vaqt darajasidan aytib bera olasizmi, qaysi o'sha darajadagi piramidasi, o'sha qaysi darajadagi testlar qancha vaqt olishini, допустим, unit test tezligidan agar aytadigan bo'lsak, qaysi darajadagi testlar eng tez bo'lib execute bo'ladi, qaysilari eng anaqa vaqt ko'proq oladi. vaqt ko'proq oladi, shunaqa. Bu nima? Unit testni bilmayman to'g'risida. Unit test bu dasturchilar yozadi deb o'ylayman. QA'lar ham yozadi, lekin men yozib ko'rmaganman. Integration test menimcha kamroq vaqt olsa kerak deb o'ylayman, chunki juda ko'p ilovalar bilan bog'lanmagan, kamroq funksiyalar bog'langan bo'lsa kerak. To'g'risi, ma'lumotga ega emasman, taxmin qilib javob beryapman. Xo'p. End-to-end test ko'proq vaqt oladi. Eng ko'p vaqt oladi end-to-end testing bo'lsa kerak. Chunki boshdan oxirigacha test qilamiz. UI testing o'rtacha vaqt oladi. Chunki bunda ham ranglar, dizaynlar, firma bilan tekshiramiz, tillarni tekshiramiz, shriftlarni tekshiramiz. Da, okey. Da, qisman to'g'ri aytdingiz. Mana qarang, eng past darajadagi testlar ular eng tez execute bo'ladi. Chunki ular kodda уже anaqa сразу automated test qilib yoziladi. И o'shanga ularni execute qilinadigan vaqti ham anaqa tez bo'ladi. Qancha o'sha tepaga ko'tarilgan sari testlar anaqa sekinroq execute qilishni boshlanadi. Eng tez execute bo'ladigan o'sha developerlar o'zi yozadigan unit test, keyin уже integration testlar, keyin undan ham sekin execute bo'lgani уже anaqa UI testlarda. Masalan, o'zingiz ham manual UI test qilasiz, u ko'proq vaqt oladi. Automation UI qiladigan bo'lsangiz ham, u ham execute bo'lishiga, baribir automated bo'lishiga qaramasdan ham, baribir u anaqa qolganlariga solishtirganda ancha ko'proq vaqt oladi. Okey, yaxshi. Zo'r. Shodiyona, shunaqa savolda, xato qancha kech topilsa, uni tuzatish narxi qanaqa o'zgaradi? Tushundingizmi? Bu javob beraveray? O'zi bu test prinsiplarida bor. Test prinsiplar 3-nimasi prinsipi bo'ladi. Test o'sha 3-prinsipda erta testlash vaqt nima, pulni tejaydi deydi-da. Bu haqiqatda shunaqa. Qanchalik biz bug'ni erta topsak, biz vaqtimiz ham, pulimiz ham tejaladi. Agar o'sha bug biz prodga chiqib ketsa, masalan, o'sha yuzerni qo'lida bug bo'lsa, bu vaqtimiz ham ko'p ketadi. Ko'proq o'sha programmistga nima qilamiz, qayta talablarni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi, qanaqa edi talablari. Pulimiz ham unga sarflangan bo'ladi. Shuning uchun o'sha prinsipga asoslangan, qanchalik erta bug'ni aniqlasak, vaqtimiz ham, pulimiz ham tejaladi. Okey, yaxshi. Xo'p, yaxshi. Tak. Keyingi savol, requirementlar bilan ishlagan bo'lsangiz kerak. Requirement o'sha talablarni o'qib bo'lgach, birinchi navbatda nimaga e'tibor berasiz? Talablarni o'qib bo'lgach, masalan, qanaqadir feature develop qilmoqchisizlar, to'g'rimi? U feature develop qilishdan oldin business analitik tomondanmi yoki product owner tomondanmi anaqa sizlarga talablar keladi, to'g'rimi? То есть bu feature qanaqa bo'lishi kerak, nima bo'lishi kerak bu feature ichida, shunaqa.
Shu requirementlar bilan o'zi ishlaganmisiz? Yo'q, to'g'risi ishlamaganman. Ko'rganman, lekin u hujjat asosida ko'rganman. Mhm. Okay. Demak, sizni ishingiz asosan o'sha qanaqadir feature tayyor bo'lgandan keyin sizni ishingiz boshlanadi, to'g'rimi? Mhm. Okay. Va Develop shundayam qiling. masalan Mhm. Masalan, shundayam yangi feature chiqdi bizda. Shuniyam nimaga ko'proq e'tibor beramiz? Qaysi test turlarini ishlata olamiz? O'sha test turlarini tanlab olib, qancha vaqtda test qilamiz? O'shalar bilan ko'rilamiz. Xo'p. Okay. Yaxshi. Xo'p. Shodiona, taxmin qilamanki, что qanaqadir anaqa feature testlashdan oldin siz test case yozasiz, to'g'rimi? Mhm. Shu test case yozishda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? O'sha asosi, o'sha talablarda, masalan, baribir talablar bilan ishlamaganligim bilan va biz u funksiyani qanaqa natija ko'rsatishini bilishimiz kerak bo'ladi. Biznes nima kutyapti bizdan bu funksiyadan, o'shani bilishimiz kerak bo'ladi. Ba'zida tuzib bo'ladi, ba'zida tuzib bo'lmaydi. O'shanda qiyinchilik bo'ladi. Agar tuzib bo'lmaganda, o'sha texnik zadaniya bo'lmaganda biz programmistlardan so'raymiz-da yoki PMdan so'raymiz. Bu qanaqa, talablari qanaqa? O'sha talablarni yig'ib olib, keyin test case tuzamiz. Shunda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Okay. Yaxshi. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Qaysi funksional uchun test case yozish shart deb o'ylaysiz? Qaysi biri uchun shart emas? Qaysi funksional uchun? Masalan, login funksiyasi uchun yozilishi shart. Har xil keyslarni ko'rib chiqish kerak login funksiyasi uchun. Shart bo'lmagan funksiya O'sha eng anaqa muhim bo'lgan, to'g'rimi? Priority high, riski katta bo'lgan anaqalarga test case yozish shart demoqchisiz. mana shu login funksiyasiga yozish shart. Okay. Shart bo'lmagan nima? test caselar, masalan, informatsiya bergan funksiyalar bo'lishi mumkin-da. Masalan, bizda buttonlar bor. U button funksionallik faqat informatsiya beradi, xolos. Qanaqadir masalan, omonat haqida informatsiyani chiqarib beradi. Shunga masalan shart emas deb o'ylayman. Chunki uni nimasi pastroq funksionalligi. Da, yaxshi. To'g'ri. Xo'p, black box va white box testing o'rtasida farq nima? Black box testing bu o'zi qora quti deb tarjima qilinadi. Qora qutida bu hech nima ko'rinmaydi-da o'zi. Biz ko'rmaymiz. Black boxda talablarni bilmasdan, ichki kod tuzilmalarini bilmasdan, API'larni bilmasdan, loglarni bilmasdan test qilish. Oddiy user kabi prosta ko'rib chiqish. White boxda bu tizim bilan tanishish, Figma bilan tanishish, API'larni bilish, loglarni bilish, loglarni ko'ra olish. Mana shu white box testing hisoblanadi. Da, to'g'ri. Faqat bitta narsa, black boxda siz talablarga dostupingiz bo'ladi. То есть talablarga и produktda o'sha software o'ziga dostupingiz bo'ladi. Qolgan aytgan narsalaringiz to'g'ri. Okay. Yaxshi. Zo'r. Okay. Funksional и non-funksional functional and non-functional requirements degan tushuncha bor. Tanishsiz? O'shalarni farqi nimada? Test turlarimi? Non-funksional va funksional test turlar. Aha, okay. Qanaqa deylik? O'sha o'zi funksionalligiga qarab ikki turga bo'linadi test turlari o'zi. Funksional va non-funksional test turlari. Funksional test turlari
dastur nima qila oladi degan savolga javob bo'ladi va funksional testlarning o'zining turlari bor. Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing bu funksional testlarga kiradi. Unit testing aytganimizdek o'sha kod dasturchi tomonidan yozilgan kodning bir kichik qismi hisoblanadi. Integration testing bu ham nima boshqa ilovalar bilan bog'langanligini tekshirish. System testing tizim testi bo'lib, buning uzun turlari bor. Sanity testing, smoke testing, regression testing, end-to-end testing ham system testingga kiradi. Acceptance testing bu talablarga mosligini tekshirish. Buni ham o'zining turlari bor. Alpha testing, beta testing, user acceptance testing. Bularning ozroq qisqacha izoh bersam, alpha testing o'sha dev komanda bilan bo'ladigan testing. Beta testing real user cheklangan real user bilan test qilinadi. User acceptance testing bu klient tomonidan test qilinadi, talablari test qilinadi. No funksional testlash bo'lsa, no funksional testlash bu qanday qilib dastur qanday ishlaydi degan savolga javob bo'ladi. Buni ham o'zining to'rtta turi bor. Safety testing, performance testing, usability testing and capability testing. Safety testing bu xavfsizlikni tekshiradi. Performance testing bu bosimni qanchalik requestlarga javob berishligini tekshiradi. Performance testingning o'zining turlari bor. Load testing, stress testing, spike stock. Load bu o'zi kutilgan natija, kutilgan yuklamada tekshirish. Stress o'sha yuklamadan o'tkazib, qaysi chegarada bu bug chiqadi, qaysida crash bo'ladi, o'shanisini tekshiradi stressda. Spike'da bu bir vaqtda ko'p requestlar bilan tekshiriladigan test turi. Soat bu uzoq vaqt, 12 soat, 24 soatda tekshiradigan test turi bo'ladi. Bu hammasi performansga kiradi. Endi usability testing bu qulaylik testi. Yuzerga qanchalik qulay biz ishlab chiqarishga ilova. Mana shunga javob bo'ladi. Usability buning o'zining turlari bor. UI testing, exploit testing. O'sha UI testing aytganimizdek dizaynlarini, ranglarini, shriftlarini, tilini tekshirsa, exploit testingda explore qilib, o'zi tadqiqot qilib, topib, talablarsiz tekshirib chiqadi. Oxirgisi shu nofunksionalning capability testing bu moslik testi bo'ladi. Buning o'zining turi bor. Cross browser testing and cross platform testing. Cross browserda har xil brauzerlar bilan test qilinadi. Cross platformda har xil devicelar bilan iOS, Android yoki Windows, Mac shunaqa. Mana shu hammasi funksional va funksional testlash bo'ladi. Siz aytyapsiz, что exploratory testing bu non-funksionalga kiradi, to'g'rimi? Shunaqa? Kontekstga bog'liq bo'lib, usability testing ichida bo'lib. Okay. Masalan, to'g'ri, aslida ba'zi test turlarini biz funksiyalarga kiritishimiz mumkin-da, lekin bunda kontekstga bog'laymiz ko'proq. Masalan, qaysi payt exploratory testing non-funksional deb hisoblanishi mumkin? Masalan, game'larda masalan, talablarni bilmaylik, game o'ynab ko'rib test qiladi. Okay. Deb o'ylayman, taxmin. Да, окей. Но exploratory testing men bilishim bo'yicha, men o'qigan kitoblarga asoslangan holda aytaman, bu funksional testing ichiga kiradi. Chunki siz baribir explore qilayotganingizda u asosan anaqa o'sha software funksiyasi to'g'ri ishlayaptimi yoki yo'qmi deb o'shani tekshirasiz. To'g'ri, siz talablar anaqa obvious bo'lmasligi mumkin, anaqa talablarni bilmasligingiz mumkin, no baribir o'sha anaqa shundoq qo'lingiz bilan randomniy tekshirib chiqayotganingizda ham baribir anaqa o'sha siz expect qilayotganday ishlayaptimi yoki yo'qmi, o'sha narsalarni tekshirasizda. И shu jihatdan bu funksional anaqaga kiradi. Funksional exploratory testing. Da, qolganlari lekin to'g'ri aytib chiqdingiz hammasini. Zo'r. Xo'p. Okay. Regression testing nima? Qachon o'tkaziladi?
Regression testing bu dasturiy ta'minot uchun dasturga yangi kod o'zgarishlar yoki bug fix qilinganda dasturda mavjud bo'lgan barcha funksiyalarni test qilish hisoblanadi. Bu relizdan oldin, asosan relizdan oldin o'tkaziladi. Aha, relizdan oldin. Okey. Yaxshi. Smoke testing-chi? Smoke testing ham bu aslida relizdan oldin dasturiy ta'minot eng asosiy bo'lgan funksionalligi tekshirib chiqiladi. Asosiy bo'lgan funksiyalar tezda tekshirib chiqiladi smoke testingda. Agar okey, no masalan hozir aytaylik, o'sha siz ishlayotgan proyektda допустим mana shu kelayotgan dushanba, mayli seshanba deylik, seshanba, chorshanba reliz plan qilingan. Siz nima qilasiz? Regression testing yoki smoke testing? Smoke testing qilaman. Chunki unda vaqt kam regression qilish uchun vaqtim yetsa regressionni ham qo'limdan kelgancha qilaman. Lekin birinchi o'rinda smoke'ni qilib olaman. Loginlarni tekshiraman, identifikatsiyani tekshiraman, kartalar, P2P'lar masalalarni bitta smoke qilib o'tib chiqaman. Okey. O'zi relizdan oldin в идеальном случае ideally faqat regression testing o'tkaziladi. И vaqtingiz kam bo'lsa, o'sha regression testing ichidan eng risk based qanaqa flowlarni tanlab, eng такой biznesga juda ham important, важный bo'lgan caselarni qamrab olib, o'shalarni test qilinadi, agar vaqtingiz kam bo'lsa. Но в идеальном случае relizdan oldin regression testing qilinadi. Полный o'sha yangi featurelar, eski featurelar hammasi boshdan oxirigacha test qilinadi. Smoke testing bo'lsa, bu asosan reliz bo'lgandan keyin qilinadi. Nimaga? Chunki reliz bo'ldi. Reliz nima degani? Bu build, to'g'rimi? Productionga. O'sha build вообще qanaqa bo'ldi? To'g'ri anaqa bo'ldimi? То есть builddan keyin hech narsa tam sinib qolmadimi? Asosiy funksional ishlayaptimi yoki yo'qmi? O'shani productionda tekshirib chiqish uchun smoke testing kerak bo'ladi. Shu. Okey. Zo'r, yaxshi. Yaxshi ketyapmiz. Так. Test plan и test case o'rtasidagi farq nima? Test plan o'z umuman biz talablarni olganimizdan keyin talablarni xullas ish boshlanishidan oldin, kodlar yozilishidan oldin nima bilan birga, dasturchilar birga boshlab test planni qaysi test turlaridan foydalanamiz bilan yozishimiz kerak. Test planga testerlarning ismlari, datalari, kerak bo'lgan toollar, test plan tuzilib, vaqt qo'yilib, test plan tuziladi. Test case bo'lsa, bu talablardan kelib chiqib, har bir holatni tekshirib chiqish test case bo'ladi. Test case test planni ichida ham bo'ladi. Masalan, bug'lar topsak test planga kiritamiz. Oxirida xulosa qilib report ham beramiz test planga. Okey, zo'r. Молодец. Keyingisi verification bilan validation o'rtasidagi farq nima? Verification bu to'g'ri mahsulotni to'g'ri qurayotganligini tekshiradi. Bunda bu termin bor, adashmasam. Are we building the product right? To'g'ri quryapmizmi? Verification. Validatsiya esa to'g'ri narsani quryapmizmi? Are we building the right product bo'ladi. To'g'ri mahsulotni qurayotganligini tekshiradi. O'zi bu mahsulot kerakmi yuzerlarga? Yuzerlarning talabini qondiradimi? Zo'r, молодец. Keyingisi smoke testing bilan sanity testing. Smoke testing уже aytib o'tdik. Sanity testing deganda nimani tushunasiz?
Science testing bu bitta funksiya qo'shilsa dasturga, o'sha funksiyani o'zini tekshirish. Smoke'da o'sha aytganimizdek asosiylarni tekshirib chiqish. Okey. Yaxshi. Shodiyona, siz bug'ga qanaqa yozasiz? Qanaqa report qilasiz? Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi bug report yozish uchun qanaqa ma'lumotlar bo'lishi kerak? Men hozir o'zim yozadiganimni aslida qanaqa yozilishi kerakligini aytsam bo'ladi. Masalan, bizda bug'ni qisqacha yozamiz. Bug'ni Jira'da o'zi bug report qilib kiritamiz. Bunga ID qo'yamiz. ID avtomatik qo'yiladi o'zi. Title qo'yamiz, bug haqida ma'lumot beradigan title, description, test steplari, expect result, keyin media biriktiramiz hozirgi biz yozayotganimiz bo'yicha. Ba'zida qisqaroq yozish kerak bo'lsa, title, description, media bo'ldi. Shunaqa yozamiz. Aslida qanaqa yozilishi kerak? Media deganingiz screenshot, video. Rasm, screenshot, video yoki link shunaqa. Aslida shu ID avtomatik qo'yiladi, ID'si bo'lishi shart. Keyin title yoziladi, o'sha bug'ning qisqacha tasnifi, keyin description, steplar yoziladi, programmistlarga ham tushunarli bo'lishligi, qanaqa steplardan o'tganligi, expected result, actual result yoziladi. Kerak bo'lsa datalar qo'yiladi, masalan, PNFL raqam, qaysi raqamda shunaqa bo'lyapti, qaysi PNFLda shunaqa bo'lyapti. Precondition ham kerak bo'lsa yozilishi kerak. Masalan, qanaqa holat bo'lishi kerak bizda? Wi-Fi'dami yoki o'zining internetidami? Bular yozilishi kerak aslida. Keyin oxiri shu expected, actual, keyin media rasmi, o'sha aytganimdek rasm, screenshot, videolar. Zo'r, yaxshi. Shodiyona, siz anaqa rezyumengizda ko'rdim, что Pythonni shu o'rganayotgan ekansiz. O'sha avtomatizatsiyani ham o'rganayotgan ekansiz Pythonda. O'rganayotgandim. Nimamni boshlig'ida hozir to'xtagan. Demak, anaqa avtomatizatsiya o'zi nimaligi, nimaga kerakligi haqida tushunchangiz bor, to'g'rimi? Anaqa nima deb o'ylaysiz? Qaysi payt biz testlarni avtomatlashtirishimiz kerak? O'zi automation bizga nima kerak bo'ladi? Nimani? Testerning vaqtini tejash ko'proq. Hamma test kezlarni ko'rib chiqishni vaqtni tejaydi-da. Masalan, ko'proq vaqti bo'lmasa, vaqtlarni tejaydi. Masalan, regression o'tib chiqish kerak bo'lsa, har safar relizdan oldin o'tib chiqarmasdan, mana shu narsani avtomatik qilib qo'ysa bo'ladi. Men o'zim regression avtomatik qilib ko'rmaganman, lekin men mana shu ish faoliyatim davomida avtomatizatsiya qilib ko'rganman, lekin bu boshqa regression uchun emas, bitta funksiya uchun qilib ko'rganman. Bunda bizda misol keltirib o'tsam bo'ladimi? O'sha experience. Da sayt bo'lardi, bunda filtr bo'lardi. Filtr parametrlari bor. O'sha har bir filtr ko'rib chiqish kerak. O'ta ko'p filtr edi. Keyin har biridan tanlab kombinatsiya qilib qo'yasiz. Kombinatsiya qilganda bizda o'sha ekran ochilishligi kerak. Sayt map qilib bergandi bizga programmistlar. Sayt mapdan to'plamini joylashtirgandi. Mana shu har bir page ochilyaptimi, qaysi filtrni tanlaganda, parametr tanlaganda, mana shuni to'g'risi AI bilan avtomatizatsiya qilgandim. Ochilmay qolgan pejni bu yozib ketadi. Keyin o'sha bo'yicha tekshirib ko'rishadi. O'sha sitemap bormi o'shanga? Yoki u xato ketganmi? Okey, yaxshi. В принципе, to'g'ri. Okey. Так. Keyingi savollarga o'tamiz. Уже anaqa texnический taraf. Client server architecture deganda nimani tushunasiz? Client server arxitekturasi. Client server arxitektura umuman
avval manual test qilardi. Man shu bank sohasiga o'tgandan keyin ko'rib, tushunchalar berib, seniorki endi tushunishni boshlayapman. O'zim tushuncham aytaman. Klient server arxitektura bu klient bilan server o'rtasidagi ma'lumot almashinuvni ko'rsatadigan dizayn hisoblanadi. Sodda qilib aytganda, klient bu xizmat va ma'lumot so'raydigan obyekt, server esa uni qayta ishlaydigan va unga qayta taqdim etadigan obyekt hisoblanadi. Klient serverni 3 bosqichini ko'rib chiqdik. Biz ishtonimiz tushuncha egaman. Birinchi bosqich shu klient serverga so'rov yuboradi, server undan request respons qaytaradi, javob qaytaradi. Ikki bosqichlikda klient to'g'ridan to'g'ri serverdagi databaza va biznes logik bilan o'zi aloqada bo'ladi. Server ichida joylashgan bo'ladi. Shu bosqichlikda bunda klient, biznes logika va databaza bular alohida qatlamlarda joylashgan bo'ladi. O'shalardan o'tib request va responslar almashiladi. Mana shu tushuncham klient server haqida. Okey. Yaxshi. Xo'p, qanday HTTP metodlarni bilasiz? HTTP metodlar get, post, put, patch, delete. Juda Okey. Yaxshi. Qisqacha uzoq berib ketsam agar, get bu Da. serverdan ma'lumotni olish, Mhm. post yuborish yoki yaratish, put to'liq yangilash bo'lsa, patch bu qisman yangilash, delete bu o'chirish ma'lumotlarni. Shular hisob. Yaxshi. Okey. Bo'lmasa status kodlarni ham bilsangiz kerak, to'g'rimi? Server tomonidan qaytariladigan xatolar qanaqa status kodlar bilan keladi? 500 lar bilan qaytariladi. Server errors 500 lar bo'ladi. Bularni 501, 502 to'g'risi esimda yo'q. Okey. 400chi? 400 qachon Bu qaytadi? client errors bo'ladi. 401 shu bad request, 402 ham esimda yo'q. 403 forbidden, ruxsat yo'q. 404 not found, 429 many request, ko'p request yuborganda. Shunaqa requestlar. Okey. 401 bilan 403 aytganingiz bitta anaqa esimga tushdi. Anaqa savol, avtorizatsiya bilan anaqa autentifikatsiyani nima farqi bor? Farqi nimada? Autentifikatsiya o'zi dastur yuzerni kimligini tekshiradi-da. Masalan, login parollarni tekshirsa, avtorizatsiyada unga bo'lgan permissionlarni tekshiradi. Qaysilarga ruxsat borligi, qaysi nima deydi, funksiyalarga ruxsat borligi. Masalan, shunaqa dasturlar bor, rollar bo'ladi. O'sha rollarga qanaqadir permissionlar bo'lmaydi, yopiq bo'ladi. Avtorizatsiya, autentifikatsiya shunaqa tushuncham bor. Okey. Aha, to'g'ri. Xo'p. Okey. Mobil sohasiga oid savollarga ketib keldik. Xo'p. Ilovani turli OS versiyalarida testlashga qanday yondashasiz? iOS? Da, masalan, misol qilib aytadigan bo'lsam, masalan, Androidda o'sha har xil versiyalari bor, to'g'rimi? Bilmadim, hozir anaqa necha versiyalari aktualniy, но, допустим, 10-versiyasi bor, to'g'rimi? Tam 11. Shularda o'sha masalan, o'zinglarni anaqalarni trustway tekshirishingiz kerak-da. Siz qanaqa yondashasiz shunga?
adashmasam shu test turi yoki testlashimiz fragmentatsiya deyiladi. Bir xil tizimni turli xil devicelarda ko'rishligimiz. Mana shu aytganingizdek Androidni versiyalariga yoki iOSda bo'lsa, iOSni versiyalarini tekshiriladi. Masalan, bitta dastur chiqqan, uni Androidni o'zini har xil nimalari bor. Versiyalarini tekshirib ko'ramiz. UI'da qanaqa ishlayapti. Masalan, ularni ham UI'lari har xilda. Ammo iOSda ham notish bor, tepasidagi to'rtburchak. Ba'zilarda bu o'sha notish hisobiga ba'zi UI'lar yopilib qoladi. Mana shularni tekshirib chiqamiz. Ko'proq oxirgi chiqqan versiyalarga dasturchilar moslashtiradi, lekin eski versiyalar esdan chiqib qoladi. Yoki umuman ishlash tezligida ham eski versiyalar sal sekinroq, qotibroq ishlaydi telefonning eski modellarida. Okey, shu masalan developerlar shu yangi versiyaga moslashtirib anaqa qiladi, develop qiladi deyapsiz. No, lekin userlarda har xil versiyalar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, yangi versiyasi emas, bir xilida unaqa texnicheskiy tam odam bo'lmasa, tam versiyasini update qilishni bilmasligi mumkin. То есть aytmoqchimanki, o'sha sizlarni consumer потребительlaringlarda har xil versiyalar bo'lishi mumkin. И shu savolda shu muammoni masalan shu muammoga qanaqa yechim topasiz? Qanaqa har bir tekshirib o'tirasizmi? Yo'q. Iloji boricha biz o'sha qaysi modelda bo'layotganiga, qanaqa versiyada bo'layotganini bilamiz. Bizda qo'limizda real device bo'lsa, qo'limizdagi bilan tekshiramiz. Masalan, iloji boricha real device yaxshi effekt beradi. Agar real device bo'lmasa, device farmdan foydalanamiz biz. Bunda device farm o'sha real devicelarni to'plangan joy. Browser stack bor. Unda o'sha har xil versiya, har xil model, mana shular bilan tekshiramiz. Okey, siz qanaqa decision qilasiz, qaysi versiyalarda tekshirishingiz kerak? Eng yangisida, chunki developerlar yangisiga moslashtirib anaqa qiladi. И undan tashqari qaysi versiyalarni, допустим, tanlaysiz testlagani? O'sha eskiroq versiyalarni yangiroq versiyani tanlab test qilamiz. Ko'proq bizda qanaqa o'sha userlar da bo'ladi, baribir userlar qo'lda bo'ladi. Eskiroq versiyalar telefonlar ishlatiladi. Versiyasini update qilmagan bo'lishligi mumkin. Ko'proq bizda mana eski versiyada bug ko'proq chiqadi. Okey. Yaxshi. Okey, men sizdan kutayotgan javob bu anaqa edi, что muammoga yechim bu o'sha analitikaga qarab, то есть o'sha eng ko'p userlar sizlarda qaysi versiyani ishlatishadi? Ko'p ishlatiladigan versiya qaysi? Eng kam ishlatiladigan versiya, eng eski ishlatiladigan versiya qancha? O'shalarga qarab men decide qilaman qaysi versiyalarda ilovani tekshirib chiqish kerakligini. Deyishingizni kutayotgandim. No, bergan javobingiz ham anaqa shunga yaqinroq bo'ldi. Okey. Xo'p, ilovani bir nechta til и lokal sozlamada anaqa testlashga qanaqa yondashasiz? Savol tushundingizmi? Ozroq tushunmadim. Masalan, o'sha transpay etadigan bo'lsam, 3 ta tili bo'lsa kerak. Tam o'zbekcha, ruscha, inglizcha, to'g'rimi? Shularni qanaqa testlaysiz? Qanaqa plan qilasiz shuni? Anaqa, strategiyangiz qanaqa shu mana shu tillarda ilovani testlashni? И, допустим, bir xil anaqalarda tam masalan ilova tam inglizcha, arabcha bo'ladigan bo'lsa, arabcha boshqacha-ku, to'g'rimi? Sal undan chapga qarab yoziladi.
Shunaqa paytlarda qanaqa anaqa testlaysiz? Shularni просто bilmoqchi edim. Hozir biz aytganingizdek Transpe'da 3 ta tilimiz bor. Rus, ingliz, rus tili, rus, ingliz, Mhm, o'zbek tillarida bor. A, O'sha men testlaganimda tillarni настройкаni o'zgartirib oddiy testlayman. mhm, O'sha testlaganimda umuman mana shu relizdan oldin bitta tilga qo'yib olaman. A, Bizni programmistlarimiz, masalan, o'zimdan kelib chiqaraymiz. Programmistlarimiz rus millatiga mansub programmistlar. mhm, Ko'proq rus tilida ishlaydi, masalan, nimasi ham rus tilida. O'zbek tilida, ingliz tilida xato qilishligi mumkin. Rus tilida emas, ko'proq ingliz tilida, o'zbek tilida qo'yib testlayman. Hamma mhm, o'sha regression test qilayotganda e'tibor beraman shuga. Ba'zida imloviy xatolar qilib ketgani bo'lishi mumkin. A, O'sha o'zbek tilida yozmaganligi uchun o'zbek tilida ko'proq xatolar bo'lishi mumkin. Shunaqa oddiy testlayman unaqa. mhm. Nimalarga ko'proq e'tibor berasiz? A, Funksiyalar to'g'ri yozilganmi yoki yaxshi informatsiya beradigan datalar to'g'rimi, to'g'ri informatsiya berilyaptimi? O'shalarni Mhm, ichida talabga mosligi bormi? mhm, mhm, Masalan, o'zgartirganda ham mazmun o'zgarib qolmasligi kerak, tilda o'zgarganligida ham. Bunda yuzilgan noto'g'ri, yuzaqlik tarafdan noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. mhm. Okey. И shunda masalan bitta savol tug'ildi. Mhm. Ruschadan o'zbekchaga, o'zbekchadan tam ruschaga, inglizchaga перевод qilganda kim перевод qiladi? Developer o'zimi yoki qaysidir otdeldan tayyorlab berishadimi shu tarjimani yoki o'zinglar Yo'q, qilasizlarmi? bizda shu develop o'zi qilsa kerak, o'zi qiladi. И siz ham anaqa to'g'ri emasligini nimaga asoslanib, o'zingizni bilimingizga asoslanibmi tekshirasiz? То есть O'zim bilimimga asoslanib. O'zimni bilimimga asoslanib, ba'zida bo'ladi, bizda tizida yozilgan bo'ladi. Shunaqa, agar mana shu til bo'yicha keladigan bo'lsa, yozilgan bo'ladi. Agar yo'q, Mm, til bo'yicha bo'lmaydigan bo'lsa, o'zim bilimimga asoslanib yoki qarab demoqchi mhm, bo'lganim, masalan, misol uchun yaqinda omonatni nomini xato yozib qo'yishgan. Tarjima qilinganda g'alati tarjima bo'ladi. mm, O'sha o'zi mhm, tarjima qilishligi kerak emas o'zi. mhm. Omonat nomi. Endi balki ular e'tibor bermas yoki e'tibor berganda ham nima deydi, vaqti yetmasligi mumkin. O'sha alohida ko'rib chiqishga. Mm. Okey. Tushunarli. Так, yaxshi. Mm, В принципе, manda savollar tugadi. Mhm. Э, Savollar tugadi. И overall mani feedbackim sizga yaxshi. Mhm. Вообще yomonmas. Mhm. Judayam o'sha intervyuiga kerak xislatlar sizda bor. То есть Mhm. уверенно, confident bo'lib javob beryapsiz. Mhm. Unaqa teoringiz вообще zo'r. Gap bo'lishi Mhm. mumkin emas. Endi bitta ikkita o'sha kichkina joylar bo'ldi. Mhm. Но anaqa в целом olganda nazariy bilmingiz judayam zo'r, yaxshi. Mhm. Так, shu. А, Так, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa intervyudan oldin nima deb o'ylagandingiz и hozirgi anaqangiz qanaqa? Anavi Oddiy ожидание и реальность deydi-ku. oddiy intervyu boshlanayotganda ozroq hayajonim bor edi. Mhm, O'zi hayajonlansam, bor bilimimni ham chalkashtirib esimdan chiqarib qo'yamanda. Hali mhm, regreshni ozroq o'zim chalg'ib ketdim deb o'yladim. Chunki bilganim bo'yicha aytib berolmadim-da mm, regreshni. Keyin ozroq vaqtdan keyin o'rganib, yaxshi javob berdim. Savollar mhm, ham yaxshi. Bilganlarim hammasi ozroq o'ylantiradigan savollar. Bu o'sha o'zim ekspertisamdan taxminimni aytdim. Bilmaganiga mhm, yordam berdingiz. Hali
exploratory и keyin qimmat ketdi. Analitik device'larni tekshirishda. Men ochig'ini rostdan e'tibor bermas ekanman. Userlar asosan qanaqa telefon ishlatadi, qaysi versiya ishlatadi. Qarang, общий anaqa maksimum 84 edi. Siz 44,5 toplabsiz. Keyin o'zingizga o'sha dokumentni tashlab yuboraman. Но, в принципе, man juda ham yaxshi deb o'ylayman. То есть, nazariy savollarda bo'lgan javoblaringiz juda ham chuqur anaqa bir xil joylarda o'zingizni experienceingizdan kelib chiqib misollar ham keltirdingiz. И bu juda ham yaxshi. То есть, so'ramagan joyda o'zingiz chuqur qilib anaqa misollar keltirib shu savolga javob berdingiz. Bu juda ham yaxshi, zo'r. И o'sha anaqa ozgina o'sha improve qiladigan joylar bu shu tak o'sha mobil bo'yicha deb o'ylayman. Ozgina anaqa faqat anaqa nima deydi, o'sha faqat experienceingizdan kelib chiqib javob berdingiz deb aytmoqchiman. Uncha anaqa nazariy bilim, точнее, o'zi idealном случае qanaqa bo'lishi kerak mana shunaqa paytlarda, o'sha там mana shunaqa приложениеda har xil anaqa lokalizatsiya bo'lib qolsa, har xil til bo'lib qolsa, допустим, angliyskiy, nemetskiy yoki fransuzskiy, и o'sha там anaqa arabchada, mana shunaqa sal boshqacharoq tillarda, xitoychada, допустим, o'ta вообще иероглифlar shunaqa paytlarda testingga qanaqa yondashish kerak, o'zi anaqa experience'ingizni hisobga olmasdan-da, no, o'zi в идеальном случае teoretический demoqchiman. Shu joylarni ozgina anaqa o'rganib chiqishingiz kerak. Так, и keyin так. В принципе, feedback shu yaxshi. Menimcha bemalol siz anaqa уже boshlang'ich middle uровniga anaqa qilsangiz bo'ladi, pretendovat qilsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Shu savollar hammasi o'sha yuzingizdan kelib chiqib tuzilgan. Xursand qildingiz. Shu, da, yaxshi. Mani overall feedbackim yaxshi. Judayam. Bo'lmasa, o'zingizda hech qanaqa savol aytadigan narsangiz bormi? Yo'q. Yo'q, hozircha yo'q. Yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Kutganimdan ham yaxshi bo'ldi do'stlar menda. Da, bekorga qo'rqibsiz, ko'rdingiz? Men sizga aytgandim. Chunki o'zingizdan tushuncha berib, o'zingizni nimangiz bilan bo'lishdingizda, o'sha ham menga tushuncha bo'lib qoldida. Okey, yaxshi. Tak, bizani ko'rayotganlarga ham hammaga rahmat. И biz bu intervyuni QA Uzbek Girls anaqasini loyihasini ichida qildik. Agar qiziqsanglar, bizda QA Uzbek communityni ichida shunaqa qizlarni o'ziga kichkina organization ochilgan, proyekt, loyiha. Qiziqayotgan bo'lsanglar, bizning adminlarimiz bor, Ravshan, hammanglar bilsanglar kerak. LinkedInda profilimiz bor, profilimiz, o'shanga obuna bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa yozinglar. Hammaga xursand bo'lamiz.